Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz do'stlarim, sizlarga o'qib beradigan she'rimiz voqea. Keyingi afsus qiladi unsiz. Turmushda o'g'il qizlar va AQShda, Rossiyada. Qo'sh qavat uyda o'zim, har xil xayol miyada. Xotinim qazo topdi, ushlab qolib yuragi, shunda aniq tushundim, boylikning yo'q keragi. Solibmiz o'ylamasdan 5 qo'limiz og'izga, bu mulklar Allohimning g'azabi ekan bizga. Alloh xayrlisini so'ramabmiz bergin deb, roh farzi zakotni ham yuribmiz o'zimiz yeb. El ko'ziga ko'rinish battar ekan o'limdan, hech narsa kelmay qoldi, olgur battar qo'limdan. Subhanalloh, 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 astagfirulloh va atubu ilayh.